أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر. biz jamoatchilik ahkomi haqida to'xtalayotgan imomatchilik va jamoat bo'lib namoz o'qish ahkomlarida suvdan to'liq joyda tortgan kishi uzrisi bor kishiga iqtido qilmaydi. Uzrli kishi masalan suvda tamsilab turadigan, yel to'xtamaydigan kishidek. Endi uzrli kishining ahvoli qanday desak, bu kishilar har bir namozga azon to'lgandan keyin, namoz vaqti kirgandan keyin yana bir tartilib, shu tarat bilan namozni o'qildi. Farz namozni va undan boshqa shu namozga tava, sunnat namozlarni o'qildi. Namoz o'qish jarayonida suvda tamsilab turayotgan bo'lsa-mu mayli, hisob shu. Shariat shunda kechirib o'tgan. Namozning vaqti kechirallam, buni tarti shunda. Agar butun bir namozning vaqti tartunda sunmay, suvda tamsilmay, davlashib qolsa, tarti bor hisobda. Lekin shu arliqda shunda suvda tamsilab qoldigan ish bo'lsa, namozni o'qiyversa, hatto namoz to'g'an chog'da tamsilga olib bo'lsin mayli. Xuddi istihada musta bayon qilgandek. Endi mishada wala yaqtadi degan hukm agar iqtido qilib qolsa namozi batil deganni ko'rsatadi. Ya'ni joiz emas, batil degan ma'noda. Walal qari'u bil ummi. Namoz ichidagi qiroat rukni farzi ado bo'lgan shaklda qiroat qila oladigan kishi faqat qiroat qila olmaydigan qari turk odamga iqtido qilsa bo'lmaydi. Turk odam namoz o'qib qolgan bo'lsa, o'z oldiga o'qiydi. Hozir turk deganlar hozir mishada Fatanimi qisqa bir surani o'qiyolmagan kishi. Lekin hozir bizning ko'pincha turk deganimiz bular Fatani qisqa surani o'qiy oladi. Shu hamda jinchki aniq desak, xuddi masalan yangi musulmon bo'lgan bir so'lab qolsa, bu Fatani bir ikki sura o'rganishdan burun imom bo'lib qolsa, iqtido qiluvchining namozi ashunda o'qiy oladigan kishi bo'lib qolsa, namozi durust emas. Ma'lumda ummi degan faqat o'qimaydigan kishi. Walal muktasi bil uryan. Kiyim kiygan kishi yalang'och o'qigan kishiga iqtido qilsa bo'lmaydi. Wala man yarka'u wa yasjudu bil mumi yoki bil mumi. Ruku sajdani joyida qila oladigan kishi ruku sajda qila olmay, masalan, yetib o'shanda ishoratlar o'qiydigan odamga iqtido qilsa bo'lmaydi. Walal muftaridu bil mutanaffil. Farz o'qiydigan kishi nafl o'quvchiga iqtido qilsa bo'lmaydi. Yani shu yuqoridagi masalalarda Hanafi mazhab o'sha hadisga tayangan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala taxtalifu alayhi. Fala taxtalifu alayhi degan so'zdan Hanafi mazhabdagilar bu al-ixtilof baynal imam val ma'mum shakl jihatdan bo'lganidak mazmun jihatdan bo'ladi. Mesela shakl jihatdan ruku sajda qilmaydigan buningda ixtilof bo'ldi-ku. Birisi ruku sajda qilmay sharatlar o'qisa, birisi ruku sajda qilib o'qidi. Bu ikkisi o'xshamadi. Yani mazmun tarafdanmi birisi farz o'qiyotgan bo'lsa, birisi nafl o'qiyotgan bo'lsa, o'xshamaganlik bo'ldi. Ular o'xshamaganlik shaklan ham mazmunan ham o'zicha oladi deb unda bekitdi. Ya'ni qo'shimcha asosi bo'lning burun bir qatim bayon qildi. Hanafi mazhab ojiz ulning ustiga kuchli materialda qurilish bino qilib bo'lmaydi degan bir qoidani bekitgan. Mush qoida ishadimi ishildi. Va asluhu yamana al-qoida al-mustamirra mush babda
asosiy qoida amma salatul muqtadi tubtana yak tambani desak bo'ldi yak tubna desak bo'ldi ala salatul imami sihhatan va fasada iqtidoqiy namozi imomning namozining ustiga quriladi. Agar imomning namozi ya'ni chataq chiqsa ustiga muqtadining namozini chataq chiqadi degan bir qoida bor. Nishada shu qoidani ishlatamiz deydi. Bundan etkanda bu qoidaga asosan hech bo'lmasa ikkisi tang bo'lishi lozim. Yani imomning kuchli bo'lmadi degan taqdirdami ustiga qurilgan muqtadining namozi bilan imomning namozi tang bo'lsa yoki muqtadiniki kuchli bo'lsa undan bo'ldi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam al-imamu damin. İmam kapalatlik qiluvchi Uyg'urchadami zamin degan gap bor. Ay daminun bi salatihi salatal mu'tam. Ya'ni o'zining namozi bilan oxirdagi iqtido qiluvchining namoziga kapolatlik qiluvchidir. Va bina'un naqisi alal kamili yajuz. Yani kamrak bir narsani mukammal bir narsaning ustiga qurish joiz. Vel kamili alal naqisi la yajuz. Lekin kamil narsani, kuchli narsani, aciz narsani ya kam narsaning ustiga qurish joiz emas. لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي. Çünkü aciz küçük nasiga ul bulanmaydı. لأنه بقدر النقصان يكون بناء على المعدوم. Çünkü ulda qancha bir kam bo'lib qolsa, ustiga qurgan narsani xuddi kam o'rinning ustiga qursak, bu yo'q narsani ustiga qurgan bo'lamiz. Mesela 4 turik bo'lib qolsa, bir turik yo'q bo'ldi, 3 turik bo'ldi. Üstüdeki 4 törükli qilib qurulsak, bir törükning o'rni bakavan ekan, bu havoga dastatgandek bir ish bo'lib qoldi deydi. Va annahu muhal, havoga dastatkila mumkin bo'lmagan ekan, bino qilishga bo'lmaydi deymiz. Nuvan mazhabning o'sha qoidasini kalladan o'tkazishga bir tahlil emish endi. Bak. Mesela Şafii mazhabda ve başka mazhabda şuna karşı mümkün. Şafii mazhabda nafl o'quvchiga farz o'quvchi, boshqa farz o'quvchiga boshqa farz o'quvchi iqtidoqiz bular. Faqat bulan Şafii mazhabda kusuf namozi o'qigan kishiga farz namoz o'qigan kishi iqtidoqiz bo'lmaydi deydi. Uningdan boshqa namozda qanday iqtidoqiz bular. Chunki imom bilan muqtadining namozida hech qanday bog'lanishlik yo'q. Bu o'zalda. Faqat shaklan ikkisi o'rtaq ko'rinishda tang ruku sajda berib tang o'qgandek bo'ldi, lekin buning o'zalda. Shuni yuqorqidek masalan ko'pinchisida uning iqtidoqiz bo'ldi dedi. At-tahir bi sahibi uzr, al-qari bil ummi, al-baligh bis sabi, al-muftarid bil mutanaffil, kamil ar-ruku' va sujud bil mumi. Mesela ashunda mesela bo'laverdi deydi. Yani şu farz o'quvchi, nafl o'quvchi iqtido qilish masalasiga qarasak, Şafii mazhabidagilar Hazrat Muaz radhiyallohu anhuning hadisini dalil qilib ko'rsatgan. Bu sayyidis. O'sha hadisda Muaz radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidida Rasululloh iqtido qilib xutbani o'qib, uningdan keyin berib mahallasiga o'zining masjidida imom bo'ldi. U masjiddagilar Hazrat Muaz kapavchi saqlab o'tirib, ba'zi uyqusi kelib, kechgacha ishlab berib ketgan dehqonlar saqlab, uxlab qolgan, ba'zi g'udirab qolgan ahvol bo'ldi. Bo'lgandan keyin imom bo'lib, har bir rakatga shunda sur Yusufdek uzun surni o'qib, bir para o'qigan ekan, buning ichidan charchab ketgandim desa, bir yangi chiqib, o'z oldiga namoz o'qib, tugitib ketib aramagan. Ola cemaatler ya Hazrat Muaz kim dese desin bu adam münafık oldu, Müslümanlar cemaatinin ayrılıp bunu kıldı diyendek yapılı boğanlıkken bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet kılıp bağın. Bunda ahval bolup da ben bunda namaz okusam bunu bunda dedi. Diyendi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a sen kişilerini işteki saldığın kişi mi? Effettanun ente ya Muaz. Kişilerin arasında aciz, yaşanğan ve acizlik kısıp bağlı buldu. Ya acetmen başka aldıraş ihtiyacı var kişiler bulup buldu. Şuna sen kişilerin sikar, aciz kişilerini kötüralığın şekilde yengilerek namaz okupayken Hella karata bi vadduha ve sebbih isma rabbikel a'la mesela. Şu surede okusan bulmamdı diyen. Şafii mazhabının dalilini Muaz radhiyallahu anhu Resulullah bilan xutbani o'qigan chaqda farzli o'qib bo'lgan.
endi kelib o'zining jamoatiga ikkinchi qatim xutbani o'qib berishi Hazrati Muozga nisbatan nafla. Xutba o'qimagan jamoatningki o'qishi farz namoz. Undan keyin jamoat hozir nafl o'qigan Muoz radhiyallohu anhuga iqtido qildi mana demoqchi. Hanifiy mazhab buning qarta bu kuch dalil qildi. Sayyidis buning qarta ba'zi javoblarni berib baqqan. Masalan, Rasululloh bilan o'qigan xutbani biz farz deb moyalashtirib bo'lmaydi. Rasululloh bilan o'qigan nafla, keyin jamoat bilan o'qigan shu farz bo'lishi mumkin. Nima uchun degan chaqda, hadisning ba'zi rivoyatlarda jamoat bilan o'qigan tatavvu Rasululloh bilan o'qigan maktuba, ya'ni farz dendek rivoyat kelgan bo'lsa, bu shu voqealikni rivoyat qilgan Hazrat Jabirning so'zi. Hazrat Jabir shunda o'ylagan bo'lsin, shunda hisoblagan bo'lishi mumkin. Endi biz buni unda emas deymiz. Nima uchun desa, boshqa dalil bor. Chunki Imom Ahmad Musnadda rivoyat qilgan bir hadisda, "Ya Muaz, la takun fattanan, imma an tusalli ma'i va imma an tukhaffif ala qawmik." Ya men bilan birga o'qi, yoki ma'lumdagi jamoat bilan o'qib, yengil o'qibagin. Xuddi o'sha odam ikkining birini qil degandek. Buning ma'nosi nima desa, ya men bilan farzni o'qib qo'ysa, bo'ldi qilishing bilan ikkinchi qatim takrar o'qimaysa, yoki jamoatingga farzni o'qib birsa, yengil o'qib birsa. Undan keyin bu nimani ko'rsatdi desa, Hanifiy mazhab deydi, bu Rasululloh bilan o'qigani naflikda, jamoat bilan o'qigani farz shutda. Rasululloh bilan farz o'qish shunda fazilatli bo'lsa, nima shuni tashlatdi desa, Rasulullohning buyrug'i bilan tashlatgan. Bu bir javob. Yana bir javob, shu chaqlarda bir farzni kun 2 qatim o'qishga ruxsat qilinadi deydi. Masal jalliqroq javob keldi. Masalan, Amru an Khalid al-Mu'afiri أن أهل العوالي كانوا يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. عوالي diyen Medine'deki üstün mahalle. Üstün mahalle, üstün atış dediğin. Medine'de üstün mahalle vardı. Üstün mahalledekiler özlerinin mahallelerde bir okup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir kıtım okuyorlar. Bir namazını. فَنَهَاهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ. Şoğlan Resulullah ularni bir kunda bir namozni 2 qatim o'qishdan to'sgan. Bu hadisni rivoyat qilgan Amr ibn Shuayb deydi, "Qad zakartu zalika li Sa'id ibn al-Musayyib faqala sadaqa." Buni Tahavi rivoyat qilgan. Yana la vitrani fi layla. Bu Abu Dawud va Nasa'i va Tahavi rivoyat qilgan hadis. Yana bir hadisda la tusallu salatan fil yawmi marratayn. Bu Abu Dawud va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Chunki buningdan Hanifiy mazhabdagilar shu chaqda bir namozni 2 qatim o'qishga ruxsat qilingan. Masalan, 2 qatim o'qish xuddi ikkinchi farzdek masalan. Yoki shunda 2 qatim o'qish, 1 qatim nafl, 1 qatim farz, qaysi niyat qilsa bo'lgandek. Lekin keyin bir namozni 2 qatim o'qsam bo'lmaydi deb cheklim kelgan. Uningki namozni o'qimagan demakchi mana. Ondan Hazrat Umar bir jamoat bilan namoz o'qiyotgan chaqda, ya'ni shu farz o'quvchining nafl o'quvchi iqtido qilishi joiz degan Shafiy mazhab va boshqalar dalil qilgan dalillarning birisi, Hazrat Umar jamoat bilan namoz o'qiyotgan chaqda jamoatning birisidan yelchi ketgan. Insonchilar ketgan ekan, Hazrat Umar mishadiki namoz o'qiganlarni hammalar qaytarib namoz o'qiymiz degan. Yani Hazrat Umarningki bu olijanob fiqhning nimasi? Yani shu kishi hijilib qolmasin deb shu kishininki biraydan biri tartilib kelsa, shu kishidan ketganligi chinib qolmasin deb hammalar qaytarib namoz o'qiymiz deb turgan. Undan keyin qanday dalil bo'ldi? Hazrat Umarning ham jamoatning ichida kimligini qolmasa-ku mujmal to'xtab turdi. Hazrat Umarning o'zining tarsungan. Undan keyin qaytarib ikkinchi qatim o'qishi Hazrat Umarga nisbatan ikkinchi qatim naflitda, shunama. Endi oxirgi jamoatning tarti sunganlarga birinchi qatim o'qig'ini farz ado bo'lib qoldi. Tarti sunib ketgan kishining cho'qim birsamdi. Tarti sunib ketgan kishimi qay tartib kirib Hazrat Umarga iqtido qildi. Hazrat Umar ikkinchi qatim nafl o'qigan. Bu tarti sunib ketgan kishi birinchi qatim farz ado bo'lmagan, ikkinchi qatim farz o'quvchida bu iqtido qilgan bo'ldi. Dalil deb ko'rsatgan. Davom ekan bu agar farz namoz bo'lib qolsa, biroz dalil bo'libdi. Hanifiy mazhab deydi, yo'q bu farz namoz ekanligi dalil yo'q. Balki bu taravih bo'lishi mumkin.
Nafil namoz bo'lishi mumkin. Nafil namozda taroveh, sunnat namoz bo'lib qolsa, keyin nima qilsa u farz o'quvchi, nafil o'quvchi xudo ham bo'lib qolmaydi. Qanday bo'lmasa, nima shunda ehtimollik bir ahvolamda. Buni aniq nas masalan, menda al-muftarid mutanafil ihdaqis bo'ldi, aniq bir nas yo'q. Bunda ehtimollik dalili bor. Lekin hamda Hazrat Muazning dalili xilijalliq va istidlolning xilijalliq. Shuni hisob desak, Shafiy mazhab degandekmi, uni so'zlab kengaytib, doirasini yo'g'intishga dalil bo'lolmaydi. Buni nima deymiz? Bu ibodat. İbadette yuhtasar ala mevridin nas. Müşahadiste ma'qul bu bir namozni 2 qatim o'qish cheklanmagan chaqda uni hammani qo'yib turaydi. Müşahadiste nimaga ruxsat qilingan? Bir masjidning imomi Rasululloh bilan birga o'qigan namoz alayda fazilatli namoz. Rasulullohdan aqib turib bir qatim namoz o'qish degan bu bir katta sharaf. Aslında bir alayda ahvol bo'lsa, mesela bireylerinin bir qaraxunning bir ustozi, katta ustozini bizga kelib qilib bir cho'ng jamada namoz o'qib qolsa, ustozning oxirida bir namoz o'qilay, ya qiraatini anglolay deb oxirida turib olib qattidan o'z namoz berib o'qiydigan ish bo'lib qolsa, ruxsat. Uningdan boshqa xalqan kishi sunnat o'qiyotgan joyda xalqancha farz o'qidigan kelib ixtido qilganda ahvollar uni ruxsat qilmaydi. Mush ahvolda ruxsat qilamiz, undan boshqa ruxsat qilmaymiz desa, shu munosib. Yoki ikki tarafdan birini tanlagan. İza urifa hada fanaqul. An yuqorqa ulkish bo'lsa, uning ustigandan o'qishini yoki uningdan ajraqini bino qilib degan qoidaga asosan deymizki, halut tahir aqwa min sahibil uzr. To'liq tartag'an kishi, tarti uzri bilan sunib ketmay, yoki unda uzri bilan mayli deb bitilmagan kishi, buning tarti uzrlik kishining tartidan kuchli. Uzrlik kishining asli tarti sungan, lekin shariat uni uzrisi bor deb uni mayli deb aytganda. Va halul qari'i aqwa min al-ummi. Qiraat qiladigan kishining ahvoli qiraat qilmaydigan kishininkidan kuchli. Va halul muftasi aqwa min al-uryan. Va halul ladhi yarka'u wa yasjudu aqwa min al-mumi. وحال المفترض أقوى من المتنفل فلا تجوز صلاتهم خلفهم. لكن أهوال كشف بوغالله أهوال عاجز بوغان كشلاك إخداقيسا جائز بميدو dedi. قال ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر. Bir farzını o'qiyotgan kishi boshqa bir farz namozni o'qiyotgan kishiga ixtiloqisi bo'lmaydi. Masalan, bugungi peshinning farzini o'qigan kishi asr farzini o'qiyotgan kishi ixtiloqisi bo'lmaydi. Yoki asrni o'qiyman degan kishi peshinning farzini o'qiyotgan kishiga ixtiloqisi bo'lmaydi. Yoki tuniganki peshinni qazo qilib o'qiyotgan bo'lsa, bugungi peshinni o'qiyotgan kishi yoki aksi bo'lsa-mu to'g'ri bo'lmaydi demoqchi. Bumi nimaga asoslangan? Fala taxtalifu alay. İxtilaf qilmanglar, uning nisbatan nima? Uning bilan shu o'xshash namozni o'qinglar. Sizlar boshqa namoz, u boshqa namoz, hammalarning niyati boshqa, bunda shaklda bo'lmasin deganni ko'rsatdi deydi. Bu yerda bayon qilgan dalil li'annal muqtadiya musharikun lil imam. Ixtido qiluvchi imom bilan tang birga harakat qiladigan o'rtaq bir namoz o'qiydigan kishi fala budda min al-ittihad. Namozga o'xshash bo'lmaydi. Ya'ni ixtilof qilib bo'lmaydi. فإن أما أمي مشنق أساسا أجر فإن أما أمي قارئين وأميين يعني قارئين وأميين يسمى تورش كده قراءة قلم ما يدغم بركشة قراءة قلالة يدغم وقلم ما يدغم جيك جماعة كه إمام بلاب قاسا فسدت صلاة الكل إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه نقرشدا هم إلى نمازه بكاوي كته هم إلى نمازه باطل ده Şunlarning kishilar tuniydi, yoki o'zini biladi. وقال تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا انفردوا. أن صاحبان بأمي كشي يلغز أقصى جائز بولته نمازه. Ondan keyin imom mo ummi, uning namozi mo o'zalda o'qigandek, uning o'zalda hisob. Keyin turgan qarilarning namozi hisob emas. Chunki bu kuchib turib ozg'ixda qildi.
keyin tug'an ash ummiylarning namoz durust, chunki bu ummiga iqtido qildi. Darajasi o'xshash demakchi. Endi Abu Hanifa rahmatullohi alayhining dalili annal jami'a qadirun 'ala al-qira'ati bi taqdim al-qari. Hammaylan ash imommi shuning ichida hammaylan qarilardan birini chiqarib imom qilib keyin turib o'qisa o'qiy oladi. İz qira'atul imami qira'atul lahum bil hadis. Hadisning ko'rsatmasi bo'yicha imomning qira'ati ash aqdugan jamoatga qira'at hisoblanadi. Faqat tarakul qira'ata ma'al qudrati alayha. Undan keyin bu kishilar qanday qilgan bo'ldi hozir? Bular qira'at bilan o'qiy oladigan turuqliq hammasi qira'atsiz namoz o'qigandek bo'ldi. Rasli Qur'on o'qiy oladigan biraylarni oldiga chiqargan bo'lsa, hammaylar yani imom mo qira'at bilan o'qigan bo'ldi. Keyin tug'an jamoatmi qira'at bilan o'qigan bo'ldi. Chunki imomning qira'ati, keyin tug'an jamoat qira'at. Hadis shunda degan. Undan keyin bular hozir qira'at qila oladigan turuqliq, namozni qira'at bilan o'qiy oladigan turuqliq qira'at qilmay o'qigandir. Xuddi masalan bu qiyos hozir. Qur'on o'qiy oladigan bir kishi faqat Qur'on o'qimaylar namoz o'qigandek bo'lib qoldi. Fatabtulu salatuhum. Undan keyin ularning hammasining namozi buzilib ketdi. Wa ala hada mushunga asosan al-ajizu anil ityan bi ba'd al-huruf. Ba'zi harflarni chiqarmaydigan kishilar Qur'on o'qiy oladi, lekin ba'zi harflarni chiqarmaydi. Masalan, ra harfini chiqarmaydi. Botni chiqarmay z qo'yib qo'yish mumkin. Bala zallin deb. Ma xutanda deb reni chiqarmaydigan ahvol ko'p. Lekin qarilar obdan chiqirdi. Lekin odatdagi so'zlarda chiqarmaydigan ahvol bor. Lekin mayli qayerlik bo'lsin, insonlarda tilda bir illat bo'lib qolsa, ra'ni chiqarmaydigan ahvol bor. Yoki undan boshqa harflarni chiqarmaydigan ahvol bor. Qalu yanbaghi alla ya'umma ghayrahu lima bayyana. Ama aşında harfni chiqarmaydigan kishi o'zini bilib, boshqalarga imom bo'lmasi lazım. İmomchilik chiqasimi o'zlari aytib, keyin turib namoz o'qish lozim. Lima bayyana degan shu bina al-qawiy al-daif degandek. Shunami? Va lima fi min taqlil al-jamaa. Yani bir tarafdan jamoatning aziyib ketishiga sabab bo'lib qoldi. Jamoat hamda Qur'onni yaxshi o'qiydigan kishining oqida turishga amroq. Falau salla wahdahu endi yolg'iz namoz o'qib qolsa shunday kishi ra harfni chiqarmaydigan kishi yolg'iz namoz o'qib qolsa in kana la yajidu ayatin takhlu an tilka al-hurufi jaza bil ijma' chiqarmaydigan harf ra bo'lishi mumkin, boshqa harf bo'lishi mumkin. Agar chiqarmaydigan harf yo'q oyatlarni topolib qolsa ashunlar o'qiydi. Agar unda topolmay qolsa mayli hisobim Allah Taala buni kechiradi. Jaiz. Chunki la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Mu'tazilaning peshvosi Vasil ibn Ata rahimahulloh ra harfini chiqarmaydi. Buni arabchada al-tag deydi. Har bir harfni chiqarmaydigan odamning bir ismi bor arabchada. Masalan, mutolaa o'qiganlar shunda har xil harflarni chiqarmaydiganning ismini o'rgangan. Ra'ni chiqarmaydiganlar al-tag deb ataldi. Vasil ibn Ata rahimahulloh al-tag bo'g'achqa xutba so'zlagan chaqda ra harfi kelmagan so'zlarni tanlab so'zlab, masalan bir xutbasi desak, masalan bir safa, ikki safa tekst bo'lib qolsa, shunda xutbasi to'liq hamma so'z ra harfi yo'q so'zlardan tarkib topdi. Ya'ni al-tag ekanligini chanlamay. Bu adabiyotda masalan shu arablarning nutqlarini to'plagan kitoblarda bor. Masalan Jamharati Xutabul Arab degandek ayna kitoblarda va adabiyot kitoblarda shu xutba aniq ekib qo'yilgan. Ya'ni ba'zi ulamolar chiqishsiz xutba yozganlar bor. Chiqishsiz harfdan tarkib topgan xutba. Shuning ichida faqat chiqishlik bir so'z yo'q. Masalan Maqamatul Haririning maqomlarida Maqamat Samarqandiya deb bir maqom bor. Bunda asosan chiqishlik so'z yo'q. Hatta ba'zi ulamolar chiqishsiz so'zlar bilan kitob yozganlar. Ana masalan ra'ni chiqarmaydigan odam Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ra yo'q. Mushuni o'qisa va uning boshqa shunda ra harfi bo'lmagan surani o'qisa, bo'ldi, joiz bo'ldi. Lekin Fatiha surasi bor. Va in wajada boshqa ra yo'q oyatlarni tapalabdi. Va qara bima fihi tilka al-huruf. Ashu talaffuz qilinmaydigan ajraga o'xshash
harfli ba oyatini o'qigan bo'lsa, bunda ulamolarning qarashi o'xshash chiqmadi. Qila bir qarashda yajuzu kal akhrasi yusalli wahda. Gachiga o'xshash yolg'iz o'qisi joiz bo'lgandek, buning joiz bo'ldi debdi. Va qila la yajuz. Yana bir qarashda joiz bo'lmaydi. Bu nimga o'xshaysa qiyos qilib, qiroat qiladigan kishi yolg'iz o'qib degan qiroat qilmay o'qigandak. Bi xilafil akhras gas gacha buning o'xshamaydi. Li annahu gacha deydi uni. Gacha buning o'xshamaydi. Li annahu qad la yajidu imama. Chunki gacha imom topolmay qolishi mumkin. Imom topolmagan ekan shu o'zi o'qiy olgancha o'qiydi. Lekin qiroat qiladigan kishi imom topolmay qolsa, o'zi qiroat qilib o'qishi lozim. Qiroat yaxshi qilolmaydigandan keyin namoz o'qib qolsa, namozni qaytarish kerakmi? Endi shu qiroatning sifati har xil darajada. Buni tajvid ulamolari lahn fahish, lahn jali, lahn khafi degandek turli darajaga ayiradi. Ya'ni ma'ni o'zgarib ketgan cho'ng xatolik, ma'ni o'zgarmaydigan xatolik, ya tajvid ilmida ancha ig'ir ko'rmaydigan xatolik deb bunda ayiradi. Buning munosabatlik ahkamlar ko'pincha fiqhninki tafsiliy masalalarga to'xtalgan kitoblarda bayon qilinadi. Mushtirlik masalalarda bizning O'rta Osiyo, Turkiston, Mavara, Nahr ulamolari alohida tadqiqot olib borgan. Chunki arablarda, ya'ni burungi arablar, keyingi arablar bo'lsa-mu, bu arab tilida bak unda ig'ir xatolikni qilmay o'qiy oladi. Unda hozirgilar buzib ketgan bo'lsa-mu, lekin shu hijratning masalan 4-asr, 5-asrlarda asosan ahvol yaxshi edi. Faqat ajamlardan namoz o'qiydiganlar qiroat qilgan chog'da shunday ig'ir xatolik qilgan nima qoldi. Masalan, harfni joyi chiqarmaydi. Aynni masalan hamza chiqarib qo'ydigan, a chiqarib qo'ydigan. Dod, va, shunday z chiqardigan. Masalan, jutda o'qigan ballama masalan fa'ni pa deydi. Ay dod hammani z deb o'qiydi. Shunga o'xshash bo'lg'achqa bu alohida tadqiqot olib berib, buni tafsili, agar ma'ni chiqarammiz manda, uni chiqarammiz manda qischu, unda qischu, bütün shu tafsilotni bayon qilib o'tgan. Niyada lekin bak to'xtalmabdi. Buning darajalari bak ko'p endi. Qala va yajuz iqtida'ul mutawaddi bil mutayammim. Tartag'an kishi, suv bilan tartag'an kishi tayammum qilgan kishi iqtido qilsa bo'ladi. Va qala Muhammad la yajuz. Va qala Muhammad degandan yuqoriqqa joiz degan qarashning Shayxonning qarashi ekanligini bildik. La yajuzu li anna at-tayammuma taharatun daruriyatun ka taharati sahibil uzr. Tayammum bu uzrlik bo'lg'achqa ruxsat qilingan bir taharat. Bu xuddi uzrlik suzlik to'xtamaydigan kishininkini mayl degandek, mayl deyotganlik. Undan ekan suvda joy tartala olgan kishi tayammum qilgan kishi iqtido qilsa bo'lmaydi. Yani bu xuddi Hanafi mazhabda qiyos qoida bo'yicha mangandek Imom Muhammad. Lekin Shayxon hozir qiyosni tashlab hadisni tutgan bo'ldi. Yani bu mazhabda qiyosni tashlab, undan kuchliroq qiyos yoki hadisni tutsa, unda o'taydi. استحسان نقطة ولنا يعني للشيخين ما روي أن عمرا ابن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه. عمرو بن العاص رضي الله عنه qo'shinga qo'mondan bo'lib jihad chiqqan. So'q bir kechida junub bo'lib qilib, yunish kerak bo'lib qoldi. Og'rib qolaman deb ansirab, tayammum bilan ağın tarihida bütün jangchilarga imom bo'lib namoz o'qib berdi. Summa ukhbira bidalika Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Keyin qo'shin qaytib kelgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan voqea so'zlab berilgan chaqda falam ya'muruhum bil i'ada. Namozni qayta o'qinglar deb buyurmadi. Ya'ni shu namoz hisob bo'ldi demakchi. Hazrati Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan nima shunday qilding deb so'ragan chaqda havo bak so'qdi. Junsam vag'rib qilib o'lib ketishi mumkin. Alloh taolo Qur'on Karimda va la taqtulu anfusakum degan chog'da Rasululloh kulimsiragan. Ehtiloma. Chunki bu qo'shin bilan jihad chiqqan asosan ayollar yo'q, ya'ni ayolni olib chiqmagan, shuni bo'lib qoldi degan shu ehtilom bilan bo'lmoqchi. Bo'ldi.
Chunki Madinada Misrga o'xshash bo'ldi. Ondan men Najd degan masalan Riyod, mushu atrofni desa, men Madina, men boshlarni Tiham deydi. Shu arablarning she'rlarida Layli Tihama degan misollari bor. Tihamning kishilerdek, aslında soğuk, aslında dehşetlik degandek. Nəhayət qattiq soğuq bo'ldi. Bumi sahih hadisken. Abu Davud rivoyat qilgan, Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisken. Wa qad taqaddama anna at-tayammuma taharatun 'inda 'adam al-ma'. Yuqorida tayammum va taharat bablarida tayammum shu tepilmagan chaqda bumi taharat deb muayyanlashtirgan to'q. Nahayat bu taharat deymiz. Ya'ni taharat yo'qda Meldiyatlık diyen gap yok. Bu muşumu taharat. Fekan iqtida'a tahirin bi tahir. Davan iken iqtida'at tahir bil mutayammim tartiba kişinin tartiba kişiga iqtida qilishidan iborat bo'ldi. Onun bizi aziz kuchliq diyen gap yok. Qala wal ghasili bil masihi. Taharat a'zolarini yuvib tartag'an kishi taharat a'zolarini ma'lum sababdan jo'may qilgan bo'lib, shuni mas qilib o'takning ustiga yoki tiniqning ustiga mas qilib tartini olgan kishiga iqtido qilsa bo'ladi. Li'anna al-khuffa yamna wusul al-hadath ila ar-rijl. Chunki o'tak yoki masa taharatsizlikning putqa yetib berishini to'sib oladi. Va innama yahillu al-hadathu bil-khuffi. Undanki ahvol nimada iborat bo'lsa, taharatsizlik o'takka keliblam to'xtaydi, o'tak to'sib olgan ekan, o'tak keliblam to'xtagan ekan, va qadar tafa bilmas. O'takning ustiga to'xtagan ekan, o'takning ustiga shunday bir mas qilsak, taharatsizlikmi o'takdan yo'qolgan bo'ldi. Qala wal qa'im bil qa'id. O'rtirib namoz o'qiy oladigan kishi, o'tirib namoz o'qiydigan kishiga iqtido qilsa bo'ladi. Xilafan li Muhammad. Undan keyin bu shayxonning qarashi. Muhammad rahmatullohi alayh bo'lmaydi dedi. Xuddi ruku sajda qiladigan kishi, ishorat bilan namoz o'qigan kishiga iqtido qilsa bo'lmaydi. Mushumi shundoq dedi. Va huwa al-qiyas. Va huwa al-qiyas degani ash yuqorqi masaldimi? Chiqqan qoidaga dal tushudimi shu? Li'anna al-qa'ima aqwa halan. Chunki o'rtirib namoz o'qiydigan kishi, o'tirib namoz o'qiydigan kishidan ahvoli kuchli. Va lana, endi qiyasni dalil qildi Muhammad. Biz qiyasni tashlab o'tdik. Tamam? Undan bizning dalilimiz nima bo'lmoqchi? İstihsan. İstihsan degandan qiyasdan jalliqroq dalilimizni o'tirib qo'yish lozim. Annahu sallallohu alayhi vasallam mana hali qiyasdan kuchlanmi ekan? Hadis. Annahu sallallohu alayhi vasallam akhir salatin sallaha qa'idan wan nasu khalfahu qiyam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxir qatim o'qigan namozini o'tirib o'qigan, keyingilar o'tirib o'qigan. Bu Sahih Buxoriydagi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq kasal bo'lib ketdi. Oxirgi hayotida. Kasal bo'lib ketgandan keyin namozga chiqqanmidi? Hazrat Abu Bakrni imom bo'lsin deb buyuribdi. Hazrat Aisha va Hafsa buni bir necha qatim murojaat qildi. Undan Rasululloh 3-qatim yana muru Abu Bakrin salli bin nas dedi. O Hazrat Aisha bilan Hafsaga fa inna kunna sawahibu Yusuf dedi. Yani kan Bilal radhiyallohu anhu jamoatga chiqib Abu Bakr imom bo'lib namoz o'qiydigan bo'ldi deb buyruqni yetkazdi. Abu Bakr namoz o'qigandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib o'shidan ketib, yana o'sha kelib, ana suv to'kangda nechchilik suv quygandan keyin sal mag'dub paydo bo'lib, ikkidan yo'linib turib, tutdi. Yagi so'rilib qolgan, yadinda jijilgan holatda mingab jamoatning qashqi chiqdi. Bu ikkidan Hazrat Abbos bilan Hazrat Ali edi. Nima? Hazrat Aisha bir hadisda Abbos bilan yana bir odam degan. Yani bir odam shu Hazrat Ali edi. Chiqqandan keyin Rasulullohni birinchi safga eklib o'tkazib qo'ydi. Yoki Rasulullohni Abu Bakr radhiyallohu anhu so'l tarafiga o'tkazib qo'ydi. O'tkazib qo'ygandan keyin Hazrat Abu Bakr namozda uyan bu yan qaramay bunda turgan bo'lg'achqa Rasulullohning o'tkazib qo'yilganligini sezmadi. Sezmagandan keyin kishilar chavak chaqirdi. Va aktaru min at-tasfih. Tasbih degan nima? Tasfiq dedi. Chavak chaqirgandan keyin bir ish bo'lsa, namozni xato qilsa deb qarasa Rasululloh turgan. Rasululloh chiqdi deb lamg'atchida oqiga yana yetdi. Rasululloh shunday ishorat qildi. Jang turiva dedi.
turadigan Abu Bakr qo'lini ko'tarib Alloh taolo hamd sana aytdi. Rasulullohning jami turiva deydigan darajada Alloh taolo shunda bir sharafni nail qildi deb shukr etdi. Undan keyin namoz davomlashdi. Abu Bakr o'rtirib namoz o'qidi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirib o'qidi. Shunama Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iqtido qildi. Abu Bakr burungi imom, hozir imom shuna Rasululloh kelganlar almashgan bo'ldi. Rasulullohning sol tarafida o'tirishim balkimda namoz o'qiyman degan bo'lishi mumkin. Shunama chunki iqtido qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'ng tarafga kelib o'tiradi. Sol tarafida o'tirganligi mana ayishib o'qiysiz degan ma'no bo'lishi mumkin. Ulan Abu Bakr mo akayni sepga Rasululloh oqiga chekinib sep kirib turmadi. Endi turivadi. Rasululloh sol tarafda, Abu Bakr o'ng tarafda. Abu Bakr muqtadi bo'lib namoz davomlashdi. Ya'ni hadisgagina Abu Bakr Rasululloh iqtido qilgan, aqli jamoat Abu Bakr iqtido qilgan deb bunda kelgan. Ya xuddi mesela Abu Bakr bu yerda muballig'dek kim. Mesela azan takbirini ulug' to'lab ketkizib turgan ma'zafimlarga shunga o'xshash demakchi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ovoz chiqarib o'qiganmi yo Rasululloh o'qiganmikan Abu Bakr radhiyallohu anhu takbir aytganda muazzin o'qiydi. Allohu alam. Hadisdan tafsilotlarda kelgan bo'lishi mumkin lekin. Rasululloh xos Yaqinda xas deydigan Alloh bir nima bo'lsa xas deydi. Buni xas deganim bo'lmay, tashri' alil umma deb qarab ulamolar shu hadisdan namoz muasirlik ahkamini olgan. Mesela Abu Bakr turiblam qo'l ko'tarib Alloh hamd sana aytishdimi? Yoki Rasululloh shunda qo'l ko'tarib hamd sana aytgan bormi? Yo'q. Abu Bakr Rasulullohning huzurida shunda nima qilgan ekan? Bizga namoz o'qigancha bir Alloh taolo ne'mati kelib qoldi mesela. Shunda bir iltifot bo'lib qolsa, alhamdulillah deb qo'lini ko'tarib hamd sana aytsa bo'lgan degan hukm chiqadi. Yani uni bidat deyilmaydi, chunki Rasululloh qilmagandir. Abu Bakr Rasulullohning oldida qildi. İmamlar hadisde sen de durursan da eğer imam oturup sen oturup tamam diyen mezmun sayın. Şu keyin Rasulullohning mushi ishi bilan mansublanib ketgan. Rasulullohning bir puti surilib ketibmi, yo uloq tashlayotganmi, puti yo bir nimasi qo'limi bir puti surilib ketib, o'tirib namoz o'qigan chog'da keyindagi jamoat sabli kelib, iqtido qilib o'rtib namoz o'qigan chog'da shu chog'da degan bo'ldi. Yani hadis Rasululloh oxirgi, ya'ni hayotining oxirgi 3 kun bo'lg'achmoq. Yani kim bunda joizlik chiqdi deydi. Yani mushu hozir hukm olganlik nomisi. Mana Hanafi mazhab hukm bilan kendi tug'alli o'rtirib o'qigan bo'lsa, o'tirib o'qigan kishiga iqtido qilish bo'ldi. Hatto Hanafi mazhabning, garchi Hanafi mazhabning qarashida ahvol kuchlidan, ahvol ojizidan iqtido qilish bo'lmaydi degan bo'lsa-mu, lekin ma Seyyidisning oldida o'zining qoidasini so'rib tashlab hadisga amal qildi. Mana unday emas, hadisga qattiq amal qilish deymiz. Mana va bi mithlihi yutrakul qiyas. Ana mushunda Seyyidis kelib qolsa, hech qanday ehtimollik yo'q. Uning sanadida ojizlik, unda bir nima yo'q, illat kelmagan. Bunda Seyyidis kelib qolsa, qiyasdan cho'ritmas. Davomlashtirgan. Kaga yerdan davomlashtirgan. Allahu alam. Lekin Buxoriyning sharhlarida balki kelgan bo'lishi mumkin. Burun biz qoida bekitdik-ku. Kuchlikni ojizning ustiga qurg'ilib bo'lmaydi dedik. Va yana bir masalada o'rtirib namoz o'qiy oladigan, ruku sajda qila oladigan kishi ishorat bilan namoz o'qiydigan kishi iqtido qilib bo'lmaydi degan. Lekin bu yerda qoida bo'lgan bilan qoid o'tgan kishi ruku qila oladi deydi. O'tgan kishi bunda 45 daraja egilsa ruku qilgan bo'ladi. Chunki ruku al-nihna dedi. Sajda qilishda o'tgan kishi sajda qila oladi. Ruku sajda joiz bo'lgan bo'ldi deydi. Qala wal mutanaffil bil muftarid. Nafl o'qigan kishi, farz o'qigan kishi iqtido qilsa bo'ldi. Li'annahu ad'afu halan wa bina'u al-ad'afi 'ala al-aqwa jaizun wa li'annahu yahtaju ila niyyati asl as-salah wa huwa mawjudun bi khilaf al-'aks. Yani al-mutanaffil nafl o'quvchi namoz degan narsaga niyat qilish bor shuningda. Agar aksi bo'lib qolsa, bu yerda namozga iqtido qilish degan bir niyat lozim. Yani farzga iqtido qildim degan yana bir niyat lozim bo'ldi. Mana li'annal muftarida yahtaju ila niyat asl salat.
Eksi olab qalsa, muftarid nafl o'quvchiga iqtido qilmoqchi bo'lsa, namoz o'qiyman degan bir niyat bo'lishi kerak. Yana uning qetib, uning ustidan farzni o'qiyman degan bir niyat bo'lishi lozimdi. Va annahu ma'dumun fil mutanaffil. Nafl o'qigan kishida farzni o'qiyman degan niyat yo'q. Qala va man alima anna imamahu ala g'ayri taharatin a'ada. Imami taharatsiz namoz o'qidi deb bilgan kishi namozini qayta o'qiydi. Chunki bu yerda imomning namozi bilan jamoatning namozi chetishliq. Shunami? Hanafi mazhabda. Chunki bizning diyorimizda Rossiyaning shpullari yurtimizga kelib 20 yil, 25 yil imom bo'lib turib, xizmat oyoqlashgan chog'da, ketilgan chog'da jamoatga 20 yillik namozlarni qayta o'qilinglar, men sizga tarixsiz namoz o'qib bergandim deb qo'yib ketgan. Hanafi mazhab bo'yicha. Yana bunda ahvol bor. Masalan, Shafiy mazhabda ba'zi o'rda tarix sunmaydi. Ba'zi ishlar tarix sunmaydi, ama Hanafi mazhabda sunadi. Masalan, qan chiqib, joyidan halqib ketib qolsa, oqsa, Hanafi mazhabda sunadi. Shafiy mazhabda sunmaydi. Endi Hanafi mazhab Shafiyning tarixini badamda yo'q deb qaramdi. Yo'q deb qaraydi. Yo'q deb qaragandan keyin Shafiy mazhabdagi bir kishi qan chiqib, surti tutib namoz o'tirgan bo'lsa, o chaqda buni ko'gada miqdor qilmasi lozim yoki keyin shunda bo'lganligini uqqan bo'lsa, bu Hanafi namozni qayta o'qishi lozim deydi. Lima bayyana anna salat al-ma'mum muta'alliqatun bi salat al-imam sihhatan wa fasada. Demak, ikkisi namozi chetishliq. Imomning joyida bo'lsa, keyingi jamoatning namoz joyida bo'ldi. ولهذا المعنى يلزم المأموم سهو الإمام. Chetishlikning dalili nima? Chetishlik ekanligining alomatlari nima desa, masalan, chetishlik bo'lg'achqa imom saysa qilgan bir ishni qilib qolsa, keyin turgan jamoat qilmadi masalan. Keyin turgan jamoatning sahvi sodir bo'lmadi, lekin imomning sodir bo'ldi. Shunda ahvolda imom saysa qilsa, oxir turgan jamoatmi saysa qilishi lozim. Yo'q, men qilmagan uni. O'zlari qilganlar deb turadigan shu. Tan qildi. ويكتفي بقراءته لو أدركه في الركوع. مثلا ركوعه الجوسة شو بر ركعت الجيام بالدعاء ركوعه الجوسة إمام شو قراءة نقلب قيام دوتوغان شغله عند ركوع قيام كين كأجن كشة قراءة نم أغلب بق مده قراءة مخبق مده شنو كلب بام ركوعه إنش بام توده شنو ما شو شغله أش بركة إسلام توه زوليمس. Bunda bu kishi qiraat qilmadigo, muqtadi hozir qiraat qatnashmadi. Qiraat qilmagan hisobda bo'lsa, yo'q, imomning u kelmagan chaqda imom qilgan qiraat, ashun qiraat etdi. Hech kim chetishmagan, chetishlar. Va idza kan mutaalliqatan bi salatihi tafsudu bi salatihi. Unda ekan bu chetishlik degan ekan biz imomning buzilib ketib qolsa, jamoatning buzilib ketadi. Lekin muallimda mazmun kelgan qanday to'g'ri taslarga xato to'qasuvlarni degan oldi. Namozning sirtida tomosha qilgan yo aroq ichgan bir imom ekan deydi. Shu imomga ixtiyor qilsanglar, namozni joyida o'qib bersa, namoz bo'ldi. Lekin ularning namozning sirtida qilgan nashan ishlari u o'ziga degandek. Bu shu fasq amirlar qilgaga disqo'yim. Ular fasq bo'lsa-mu, unda ixtiyor qilinglar, ularning fasqligi o'ziga degandek. Qala ويجوز أن يفتح على إمامه إمام براية تبمي قاسا ياك خطأ قويسا ياك آيات أقيم ما يجم ترب قاسا لقم ساس بلو دوري يعني جائز أنا أدركم يعني كمزت جائز ميلي ده جائز ده أما شو لقم سرشلان لقم ساغوچنن نماز بزرگت ميدور مكشي لقم آغان إمام نمو نماز بزرگت ميدور لا يفسد صلاة الفاتح والإمام مكي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استطعمك الإمام فأطعمه إما خنم سند لقمة طلب قاسا لقمة سباقين ديگه مشاهدس كأساسا ديد المشاهدس عاجز أصل بو حضرت علي رضي الله عنه سوزما حديث ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا عندما شو لقمة سلسلة hükmü nima degan masalada ulamoning 8 xil qarashi bor. Mush 4 mazhab egilari va boshqalar 8 xil qarashga bo'linib ketgan. Masalan, qisqasi deb ilib aytsak, hukmul fath alal imam fihi 8 aqwal. Birinchisi yajibul fathu fil Fatiha va yustahabbu fi ghayriha.
Fatihada luqma silish vojib, boshqasida suralarda masalan luqma silish mustahab degan. Bu Shafiy mazhabining qarashi. Hanbali mazhablarida bir xil rivoyat bor. Buni Shavkani tanlagan qarash. İkinci qarash yajibu fil Fatiha va yajuzu fi g'ayriha. Bu Maliki mazhabining qarashi va Hanbali mazhabining mashhur qarashi. Ba'zi tabi'indanmi rivoyat qilingan. Üçüncü qarash yajuzul fathu fil Fatiha va g'ayriha. Fatihada olsun, boshqasi olsun, luqma silish joiz. Vacib emas. Mana biz hozir mush ixtiyorda o'qigan qarash shu. Hanifi mazhabining mashhur qarashi shu. Bu Hanbali mazhabdan bir rivoyat. 4-chi yajuzul fathu fil nafilati dunal farida. Nafl namozda luqma silish bo'ladi, farz namozda bo'lmaydi degan qarash. Bu Hanbali mazhabda bir qarash. 5-chi yajuzu fil nafli va fil faridati fil Fatihati faqat. Nafl olsun, farz olsun, Fatiha bilan luqma silish bo'ladi. Bu Hanbali mazhabdagi bir qarash. Yajuzu idza atala sukut. Uzun jim turib ketib qolsa, luqma silish bo'ldi, bo'lmasa luqma silish bo'lmaydi. Bu Hanbali mazhabdagi qarash. 7-si yukrahul fathu mutlaqan. Luqma silish makruh. Naflda olsun, farzda olsun, Fatihada olsun, surada olsun. Bu Hanifi mazhabdagi bir qarash. Demak, Hanifi mazhabda hozir maktabda bayon qilgan joiz degan bir qarash va mashhur qarash yoki mu'tamad qarash, makruh degani 11 qarash. Bu qarash yana Shafiy ilmida ba'zi ulamolar, Hanbali ilmida ba'zilar tanlagan. Bu yana Savrining, Sha'bining, Naxaining, Qodi Shurayhning qarashi. 8-ci qarash yajuzul fathu fil Fatihati duna g'ayri. Fatihadan boshqasida luqma silish bo'lmaydi degan qarash va Imom Ibn Hazm yana Hanbalidan Ibn Aqil tanlagan qarash. Mana qarasanglar Hanbali mazhabdan 6-7 qarash bor. Hanbali mazhabdagilar 6-7 qarash bo'linib ketgan. Hanifi mazhab 2 qarash bo'linib ketdi, Shafiy mazhabning 3-4 qarash bo'linib ketdi. Yani yuqorqi dalil ojizdir, lekin Hazrat Alidan sahih kelgan. Luqma silish bo'ldi deydigan ba'zi hadislar bor. Masalan, an Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam salla salatan faqara fiha falubisa alayhi. O'qdi topolmay qoldi, zikr qildi. Falamman sarafa qala li Ubay ibn Ka'b asallayta ma'na? Sen bizga namoz o'qiganmiding? Bayatin. Degan chaqda qala na'am. Qala fama mana'ak? Nima qilib o'qisamidingmi? Bu Abu Dawud rivoyat qilgan hadis. Albani rahmatullohi alayhi sahih debdi. Sahih degan bo'lsa-mu, hadisda illat bor, ya'ni ojizlik bor. Chunki ulamolar, qattiq tashviga ulamolar imomga luqma silish haqida kelgan hadisning hammasi ojiz, hammasida illat bor degan. Lekin hadisni Shayx Albani sahih dedi. Yana bir hadisda Anil Miswar ibn Yazid al-Maliki qala shahidtu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqra'u fi as-salati fataraka shay'an lam yaqra'uhu faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayata kadha wa kadha faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam halla adkartaniha asli qo'ysam bo'lmamti yoki luqma sab qo'ysam bo'lmamti degan. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan hasan darajadagi hadis. Shayx Albani hasan degan bo'lishi mumkin. Lekin bunda illat bor. Yani ulamolar, yani joiz degan ulamolar, ya mustahab bo'ldi degan qatordagi ulamolar Sahih Buxoriyga unda bir hadisni dalil qilib ko'rsatgan. Innama ana basharun mislukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni. Bu Buxoriy rivoyat qilgan. Undan keyin unutib qolsam asib qo'yinglar degan namozning boshqa faoliyatlarida bo'lsin, qiroatda bo'lsin, hamma o'zicha oladi demoqchi. Lekin bu namozga xos deb bunday nima qilish natija masala. Bu umuman da bir bo'lishi mumkin. Yani namazdan başka faaliyetlerde ise kıraat usulüne kirdi desek anda delil buldu. Lekin seyyid ismi var. Anda Enes radıyallahu anhu dedi kunna neftahu alel e'immeti ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında imamlarga luqma salıp doğdu. Bu aciz. Lekin sahabe kiramlardan mesela izastat'amakel imamu fa'at'amu degandek Hazreti Ali'den keldi. Yana Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu'dan keldi. Osman radıyallahu anhu'dan geldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan keldi, ashab-ı kiramdan kelgan bo'lg'achqa, Hanifi mazhab da dalil qarab joiz degan qarashni tanladi. Ba'zilar mustahab vojib degan qarashni tanlaganlar bor. Chunki vojib deganlar boshqa mazhablardan Fatihada bo'ladi. Vojib deganlar Fatiha joiz bo'lmay qolsa namoz joiz bo'lmaydi deb Fatihani ruslashga ahamiyat bildigan bo'lishi mumkin. Lekin natijada shu, hamma yig'ib akasak Fatihada mustahab desakmi, lekin boshqasida joiz degan shu qarash chiqadi.
Fatiha'da birdek ittifaq mənbələrində. Yo'q, Fatiha'da ham da hozir Hanifiy mazhab degani joiz. Fatiha'da ham joiz. Chunki faqra'u ma tayassara minal Qur'an vujud chiqdi demakchi. Ozgina o'qisimi farzada oldi demakchi. Wala yanbaghi an yaftaha min sa'atihi. An luqma silishning ba'zi adab qoidasida biraylar shunda duduqlab tappo'g'icha yo topolmay tappo'g'icha gach aldirab luqma sasa bo'lmaydi. La'allal imama yatadakkar. Balki imom sal turib ya bir oyatni o'qib xato o'qib keyin tepilishi mumkin. Ba'zi qarilar xatmi to'g'an chog'da biroz safi boshqa yerga ketib keyin asta cho'g'lab qilishim bor. Lekin hamda shu joyni topolmay boshqa ketib qolsa yoki bir so'zdan biroz oyat atlab ketib qolsa bu xuddi nimga o'xshaydi? Oyatni u yerdan tip o'qigandek. Xato o'qimagan taqdirda bu durust bo'lardi yana. Misrliklar aslan namozda bir mazmundagi oyatlarni to'plab o'qiydi-ku. Masalan, haj to'g'ri so'zlagan bir imom bo'lib qolsa, xutbada, jumaning namozida shirkatda haj oyatlarini to'plab, "Valillahi alan-nas hajjul bayt va azzin fin-nas al-hajj ashhurun ma'lumat va atimmul hajj wal umrata lillahi" shuni tip o'qiydi. Nada kelgan bo'lsa, shuni o'xshash tip o'qigandek bo'ladi. Lekin xato o'qib qolsa, boshqa o'qigan oyatlar to'g'ri bo'lgan ekan, buninglar vojib ado bo'lgan ekan, ma'noda hech vaqasi yo'q deydi. Yo'q, bir rekatning ichida tip o'qish bor, joiz. Masalan, Sura Baqaradan 2 oyat, Isrodan 2 oyat, Shuradan 2 oyat tip o'qisa bo'ldi. Bir rekatning o'zida. Bu misrliklar o'qiydi shuni. Bunday deyil, Madiyasirning Qur'oni. Ha, Madiyasirning Qur'on, balki Rasulullohning bir oyda o'qigan bir mazmundagi oyatni o'qigan ahvolda bo'lishi mumkin. Oyatning tartibini yo'q, tartib buzilsa mayli. Tartib bilan o'qish farzmi? Eng yuqori bo'lsa sunnat bo'ldi. Sunnatni ado qilmay joiz bo'ldi deymiz. Oyatlar bilmasa yo'q, lekin kishilar namozda shunda o'qigan chog'da jamoatga ash xutba so'zlagan mazmunni, ya'ni namozda turibmi, ya'ni ta'kidlab yetkazman deb ash xutba so'zlagan mazmundagi oyatni o'qiydiganlar bor. Masalan, haj to'g'riliq so'zlagan bo'lsa, haj oyatlarini o'qiydi. Ramazon to'g'riliq, Ramazonda ro'za to'g'riliq so'zlagan bo'lsa, kutiba alaykumus siyomni o'qiydi. Yoki shahr Ramazonallati unzila fihil Qur'on deb. Endi boshqa oyatlardami, boshqa surada ro'za munosabatli oyat kelgan bo'lsa, uni bildirib o'qiydi. Masalan, necha qatam imomninki bir rakatning o'zida necha surdan oyat tib o'qigan namozda maqsad qilgan. Imom unda o'qigan. Endi o'qidiganlar bor. Agar xohlasanglar, mushu oyatni tib bir rakatda o'qishni bahs topshirib qo'yaylik. Balki endi buni masalan sizlar hozir nima qilib qoldinglar? Bu qanday joiz bo'ldi deganda. Lekin bahs qilsanglar, natija joiz degan gap chiqsa, u chog'da charisizlar. Qabul qilmay chari yo'q. Masalan, hukmi intiqal oyat min as-suwar al-mukhtalifa fi rak'a wahida degandek izsanglar bo'ldi. yoki at-talfiq degan so'zni ishlatish mumkin. Talfiq al-oyat fi rak'at al-wahida degandek. Bundan shu luqma silishning joizligida ojiz hadislar keldi va sahoba ikramdan rivoyat keldi. Shu joiz mayl bo'pti deyapti. Wa yanbaghi lil-imam alla yulji'ahu ila al-fath. Aqib tuğan cemaat mo imam shunda o'qiganmaya to'xtab qolish bilan gachida darhol luqma sasi bo'lmaydi. Imam mo mumkin qadar keyin tuğan cemaatni luqma silishni majbur qilmaslik lozim. Qanday? Mana fa in kana qara'a miqdara ma tajuzu bi salatu yarka. Namozning vajibi ado bo'lgan sura Fatihani o'qidi, bir kichik sura o'qidi yoki 3 oyat miqdori o'qib bo'lgan bo'lsa, 5 oyat o'qib, 6 oyat o'qib, undan keyin bir joyda to'xtab qolgan bo'lsa, luqma sasini deb saqlab turmay, Alloh akbar deb rukuga bir kim qilsa bo'ldi. Yana ravan o'qiy oladigan, duduqlab qolmaydigan, to'xtab qolmaydigan surani bilib turib, masalan, duhani, izazulzani gach-gach o'qiy oladigan surani. Unda turib, qachon sura Shu'aradan, Huddan boshlab olsa, duduqlab qoladi, undan keyingi kishi luqma silishga majbur bo'lgan. Navaniga shu o'zi o'qiy oladigan, ya'ni ravan o'qiy oladigan, ya'ni o'qsin. Endi shunda miqdorda joiz bo'lgan miqdorda o'qib bo'lgandan keyin topolmay qolsa, gach rukuga bordi yoki
bir çare topolmagan yani o'qimay boshqa so'rdan bizni o'qib kesib bo'ldi. Masalan, Van-Nazi'atni boshlab o'qib bermay kelgan chaqda to'xtab qoldi deydi. Luqman oltida o'qilmay, qatcha Abasayni boshlab o'qib ketsa bo'ldi. Yani 1,5 sura o'qigan bo'ldi. Chetaq yo'q. 2 surani jam qilsa bo'ldi-ku. Qala va in fataha ala ghayrihi fasadat salatuhu. Yani bir namozni o'qiyotgan kishi, namoz o'qiyotgan kishi ala ghayri degan boshqa bir jamoatda namoz o'qiyotgan bir kishiga, ya o'zi yolg'iz namoz o'qiyotgan bir kishiga, u namozda, men bu namozda. Bu ular namoz o'qiyotibdi. Masalan, sunnat o'qiyotsam, kechib qolgan to'ba shaylar yo'da birisi imom bo'lib qiroat qilib xutbani o'qiltidimi? Men namozda sunnat o'qiyotgan odam imomning qiroatini anglab, juda to'xtab qolganini yo topolmay qolganini qilib, vaqtida luqma sab qo'ysam, fasadat salatuhu. Luqma sağıçının namaz buzuldu. Hatalashqa immaxulum mening luqmanni asa uning buzuldu. Mana li'annahu ta'limun va ta'allum. Yani mazhab shu luqma sanishni shunda ojiz islam, masalan shunda sahobadan kelgan asarlar batirib mustahab demagina, shunga asosan mustahab demagan. Chunki bu asli ruxsat qilmagan ish bu. Bu namoz turib bir Qur'on o'rgangandek bir ahvol bu. Qur'on o'gitish va o'rganishdan iborat. Qanday desa, mesela luqma silishga muhtoj bo'lib qolgan kishi, men oyatning oxirini topolmadim deb bergan bo'lsa degandek. Luqma salgan kishi bu oyatning oxiriga mavo deb bergan, davomlashtiring degandek. Bu ta'lim va ta'allumdan iboratdir deydi. Va huwa qiyas fi imamihi. Asli o'zining imami luqma yeydigan chaqda luqma sab qolsa, asli qiyas bo'yicha ikkilisining namozi buzilishi kerakdir. İlla anna taraknahu bima rawayna. Bu nima iborat? İstihsan. Qiyas shundati. Imomga luqma salsam, ikkilarining buzilishi kerakdi. Yani ta'limun va ta'allum. Lekin biz rivoyat qilgan shu hadislar va sahobadan kelgan asarlarga tayinib turib, ama qiyasni cho'rib tashlab asarga amal qildim. Bu istihsan. Va fi islahu salatihi, yana bir tarafdan imamining namozi, bu kishining namozining to'g'ri bo'lishi chetishlik qo'yg'achqa, agar imomi luqma sanmagan taqdirda masalan namozda tez joyida bo'lmaydigan bo'lib qolsa, bu o'zining namozini joyida qilish uchun imomi luqma silish kerak bo'lib qoldi. Lekin boshqa odamning namozi mening namozim bilan chetishlik yo'q. Buni nima ko'ram demak. Endi maktabda demadi. Namoz o'qimagan bir kishi, namoz o'qiyotgan birisiga luqma sab qolsa, bo'lamdi. Luqmani olib qolsa, namoz o'quvchining namozi buzilib ketadi. Ya'ni bu mazhabda. Ya'ni u ta'allum. Aksi bo'lib qolsa, namoz o'qiyotgan bir kishi, birisi namoz o'qiyotdi. Va o'g'li masalan Qur'on takrorlab, Qur'on qarab o'tirib, Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, bir oyat topolmay qolgan bo'lsa, namoz o'qiyotgan chaqda, masalan o'qitdi lillahi alannas hajj deb to'xtab qolgan bo'lsa, namoz o'qiyotgan kishi lillahi alannas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila deb luqma sapadi. Qur'on o'qitib, shu oyatni bil o'qidim namozda. Masalan, u yerda ham tip o'qisa bo'ldi dedi-ku, bo'ldi. Lekin namozning sirtidagi bolasida luqma sapagan bo'ldim. Undan keyin namoz o'quvchining namozi buzildi. Chunki bu ta'lim. Alloh istasak bir namoz o'qigan bo'lsa, bolalar boshqa bolalar da o'tiribda qolmasa sepaz namoz o'qiydi. Ha, ana shu mazhab shunda. Boshqa namozgadan boshqa namozgadamga shu buzildi. Bir namozda o'qiyotgan, bir namozda o'qiyotganga luqma ishkiragan buzildi dedi. Ta'lim va ta'allum. Ammasa buzilmaydi. Asa buzildi. Yo'q, shu luqma sağuvchining buzildi. Kim shu ta'lim qilgan bo'lsa, shuni buzildi. Kim ta'allum qilgan bo'lsa, shuni buzildi. Buzildi dedi. Nafli farzga o'xshash, ya'ni bu mazhabning qarshi o'xshash. Taravda tug'anda bu mazhabdan chiqib turib qilgan bu. Mayli bo'ladi. Masalan, ko'pincha qizlarning xatmida o'tishida bo'lib qilishi mumkin. Keyin turadigan qiz qarixini bo'lmasa, dadisi qizning keyinda tursa joiz bo'lmaydi. Undan qanday qildan u chora? Bir yerda yanda dadisi Qur'onni ichib o'tirib, qizi o'qiyotgan bo'lsa, bir yerda to'xtab qolsa deb turdi. Yoki shunda ixtiloqli ayollar bo'lib qo'yib, ya hayzda bo'lib turmasdan, namoz o'qiy olmaydigan holat bo'lsa, ya yadi bo'lsa deb berdi emas. Uning qilasi mayli demoqchi.
O Kur'an'dan da seniqtirish uchun qilg'ayish. Lekin de ashini seniqtirish zo'lta desak, namoz hisob bo'lmadi buzib ketdi degan taqdirda nablig'o. Nablig' bo'lgandan keyin namoz buzib ketsa, namoz o'qimagan hisob bo'ldi desakmi, ziyon tortilgan bir ahvol yo'q. Lekin Qur'on takrorlanib, pishirvag'ini qiladi. Bu tarafdan mayli. Lekin namozni buzib kirgan taraf ya tahajjud namoz buzib ketdi ekan, men bunda ziyon tortmay deb qolsa, o'sha o'qimas lazım. Masalan, namoz o'qiyotgan chog'da bir yerda namoz o'qigan odam ya namoz o'qib qolganini ko'rib, unda qilsa namoz o'qiyotgan namoz o'qiyapti. Mesela namaz okular falan namozdagi kishiga bilaring gap qilib o'tkazsam, namoz buzilmas chunki onda bizlar qildigan ish yo'q. Ya qisman bu namozda bir qildigan ish yo'q-da unda. Quliga kirib qoldi u. Majburdan foydalangan bo'ldi. Xuddi masalan namoz tursa ish qilsa, biz ish qilgan oldiki namozdan sabirdan qo'ldan o'tayotgandek bir ish. Namoz o'qigan kishi bo'lsa Qur'on o'qitib, bir narsani ifodalamoqchi bo'lib, boshqalarga bir gap qilsa masalan, "Ya Musa xudil kitaba bi quwwa" deb qo'ysa, ishni bunday qil demoqchi bo'lsa, balki hamda. Mesela adabiyotda o'qigansizlar, al-mutakallima bil Qur'on. Javaril adabda butun gap so'z Qur'ondan gap qilgan bir ayolning voqealigi bor. Ma'u o'xshamaydi. Nima uchun? Bu namozning isloh uchun qilgan ishlar. Namozda namozning foydasi uchun, namozning joyida bo'lishi uchun yordam bo'lgan ishlarni qilish ruxsat. Ruxsatni to'liqlash uchun bir ishga qadam chiqimizga yoki keyingiga ajib bir ish bo'ldi. Imom ta'sim kasb raylarni chiqarib qo'ydi. Shunga o'xshash ishlardan namozning manfaati uchun bo'lgan ishlar bo'lib qolsa, durust. Sanda rivoyatim bor. Ya'ni bir qadam nima bo'lib qolsa, kech bir plan. Chunki ishni qilib namoz turib titilib ketadi, bu hamda nafil namoz bo'lishi mumkin. Farz namoz emas. Ay namozning manfaati uchun qilgan ishlar joizdir. Qala va man uhsira anil qira'ati aslan faqaddama ghayrahu jaza. Yuqorqi ahvol qira'at xato ketib, topamay boshqa oyatni o'qib ketgandek bir ahvolda, ma'lumda og'ziga hech qanday oyat kelmay, tintas to'xtab qolgan. Mesela Allah dalin amin dedik-ku. Degandan keyin bir sura o'qiy desam, hech qanday sura kam mudozib qilmas. Xuddi masalan 10 ming odamning oldida shunda mikrofon shunda gap qilaysanlar, deb to'xtab qolgan. Ashuna ahvol buldimni. Hech qanday sura iskamay to'xtab qoldi. Yoki masalan qiroat qilib endi alhamdulillah boshlaysa alhamdulillah kam mudozib. Bunda bo'lib qolsa, taqaddama g'ayra jaz. Keyingining birisini tartiblan o'rniga chiqarib qo'ysa, bu o'qib ketsa joiz bo'ldi dedi. Va qala, ya'ni bu yuqorqi Abu Hanifaning qarashi. Uni sohiban dabtu la yajuz li'annahu nadir. Chunki bu kam uchraydigan ahvol. Fala yuqasu ala mawridun nas. Mawridun nas degan shu ojiz hadislarda yoki Albani Sayyidga hadislarda sahoba kiramning asarlarida keldi-ku. Shunda namozda xato ketib qolgan yoki ezib ketib qolgandek ahvollarga buni qiyos qilmaymiz. U odat xato o'qib qolish, ezib ketish, bir oyatni topolmay qolib boshqa otlab ketish bir ko'p ko'rilgan ahvol. Lekin hech nima o'qiyolmay tintas to'xtab qolish kam uchraydigan ahvol. Shuni buni qiyos qilmaymiz debdi. Valahu Imom Abu Hanifaning dalili anna al-istihlaf al-illat al-azza an at-tamam. O'rniga tasdiqlash degan to'liqlab o'qishga ojiz kelganlikdan bo'ldi. Vaqad vujida. Bunda ahvol tepildimi, tepilmadimi, tepildi. Wala musallimannahu nadir. Bu kam uchraydi deyishga biz unmaymiz. Bu xil ko'p uchrashi mumkin. Wala qara'a ma tajuzu bihi as-salatu la yajuzu bil ijma'. Yuqur qilsa faqat endi namoz joiz o'g'ida hech nima o'qiyolmay qolgan ahvolda maylidir. Lekin namoz joiz o'g'ida miqdorda Fatihani va bir surani o'qib bo'lgandan keyin yoki Fatiha va 3 oyat o'qib bo'lgandan keyin oyog'ini topolmay tintas to'xtab qolsa, bu chaqda qanaqadir rukuga borish kerak. Boshqalarni tartibga chiqib avormaslik lozim. La yujuz bil ijma' degan bi ijma'i thalatha al-imam va sahibayn. Qala va in qalata imamuhu fil fajr sakata. Endi bomdatda qunut o'qish yo'qdi, Hanafi mazhabda. Va men suqilib ketgan deb qaragan. Endi imomi Shafi'i mazhabdagi bir imom va Hanafi mazhabdagi kishiga imom bo'lgan ahvolda bomdatda qunut duosi o'qidi. O'qisa, keyingi jamoat, ya'ni Hanafi jamoat qanday qiladi desa, jim turdi. Hanafi mazhabda tanlagan qarash shu. Nima uchun desa, bomdatda qunut o'qish mansux bo'lib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oy bomdatda
qunut duosi o'qib Ra'l va Zakwan va Bani Lahyan degan qabilalarga qarshi la'nat o'qib yoki qag'ab duo qilgan, keyin bo'ldi qilgan. Vaqat bayyana biz yuqorida vitr va uni ahkamlarini bayon qilgan chog'da biz bayon qilib, imom Bag'dodda qunut o'qib jim turdi deganlar Hanafi mazhabda tanlagan qarash shu dedik. Lekin Abu Yusufdan kelgan qarashda uningga amin deb turdi degan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.